Hammaga assalomu alaykum obunachilarim, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Voy, shu desanglar bugun bir uborkamni boshladim shu qo'shuvni aytgim kelib qoldi. Mana trenddan qilib ketmaydi, to'g'rimi? Endi eshitdinglar, baho berasizlar, xummi? Hoy do'stim, aytnega holing parishon, obunachi yuraging ezilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening videosiz kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, videodan foyda yo'q, obunachilar qadring bilmayaptimi? U ham yetmagandek og'ir kuningda o'ylagan kunobking kelmayaptimi? Siqilma mehmondur tanamizda jon ham, odamlar komment yozmayaptimi? Dedimdek bo'ldi, shu joyda to'xtatmoqchiman. Voy, menga yaxshilab qaranglar, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, xummi? Bundanam zo'r videolar hali oldinda. Endi nima qilasiz? Oxirida sog' bo'lasiz. Bizani shunaqa qilib videolarimiz oxiriga yetib boryapti. Meni qo'llab-quvvatlayotgan hammaga kattakon rahmat. Obunachilarim, sizlarga Alloh воздушный поцелуй. Xudo xolasa bundanam zo'r videolar qilaman. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammanglarga oldindan kattakon rahmat. Qo'limizdan hech narsa kelmasa ham obunachilarim, sizlar uchun har doim duodaman. Rahmat qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun. Mana shularga ham, azochkaga ham maylini bitta baho berib yuborasizlar. Endi shu oxirida aqlligina qiz bola qolgan deb shu borkamni ham boshlab yubordim de. Nima deysizlar endi? Azochka qildim, oxiri qabul qilib qo'ya qolyapti shu YouTube ham. Boshida qabul qilgisi kelmayapti shu. Endi mana shu azochka qilishga majbur qilyapti. Lekin mana shu ovozimizni sal palnitda nisbatan qo'ymasak, cho'ta bu ham bo'lmayapti, to'g'ri kelmayapti. Vachach ko'rdinglarmi? Paqqana qilib yuvib oldim. Endi o'zingizlar bir baho berib yuborasizlar. Ozgina mehnatimizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun addishi kattakon rahmat. Oxirida biz aqlli qiz bo'lamiz deb shunaqa namozni o'qib sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr go'zallarim, sog' bo'lasiz.